Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohrux. Sizlarni yangi darslikda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi darsligimizda sizlar bilan birgalikda mana shunaqa videolar, real life videolar, sun'iy intellekt orqali asosiysi va yarim Minecraftni telefonda ham qilsa bo'ladi. Bugun mana shuni qanaqa qilib tayyorlashni ko'rsataman. O'shaning uchun videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar tushunib olasizlar. Ya'ni hozir birinchi men buni sizlarga kompyuterdan ko'rsatyapman va kompyuterdan montaj qilib ko'rsataman. Sizlar o'zingizlar telefondan qilsanglar bo'ladi va telefonda qilinadigan joyini telefondan qilib ko'rsataman. Xo'p. Ko'rishinglar mumkin. Kanalda nomini qidirib ko'rsanglar bemalol bo'ladi. Bunaqa videolar mana 8 minutlik qilgan hammasi 2 million, mana oxiriga juda ham zo'rrakka ketyapti bu. Qiziquvchilar juda ham o'rtayapti. Xo'p, do'stlar, bo'lmasam biz telefonga o'tib olamiz hozircha. Do'stlar, undan oldin sizlarga bitta narsani men tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni men hozir telefonga o'taman va bitta narsani ko'rsataman. Ya'ni qaranglar do'stlar. Xo'p. Mana bunaqangi bular animatsiya qilgan. Bu animatsiya biroz ko'p vaqt oladi. Mana qaranglar mana. Misol uchun Minecraft'ga animatsiya qilgan. Bu animatsiya ko'proq vaqt oladi. Sizlarga sodda lo'nda narsasini o'rgataman. Ya'ni qaranglar do'stlar. Hozir men sizlarga o'zimni CapCut'im orqali bitta narsalarni ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Mana yangi projekt ochamiz. Ya'ni bu menda bor. Sizlar ham mana shunaqa qilsanglar bo'ladi degan ma'noda men buni ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Qaranglar mana. Sizlar do'stlar oddiy mana bunaqa rasmlar orqali qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, men sizlarga hozir birinchi oddiy rasmni ko'rsataman. Misol uchun mana shu mushuk. Bu mushukni biz kesib olganmiz, mana chiroyli qilib kesib olganmiz. Mana olaylik, bir tarafga tursin bu mushuk. Va endi do'stlar qo'shasizlar. Ya'ni bu yerda mushukni realistik varianti bor. Hozir mana shu yerda edi. Men bir nechtasini tayyorlab olganman, hammasini tayyorlab olganim yo'q. Sabab ancha ko'p vaqt ketadi. Biz sizlarga buni to'liq formatini o'sha Telegram kanalda hammasi bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha o'zimiz yasab chiqqan sun'iy intellektda rasm hamda videolar bo'ladi. O'zingizlar ham o'zingizlarga keraklicha yasab olsangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, sigirni tashlaylik. Xo'p, sigir bormi-da? Sigir bor ekan mana. Sigirni tashlaymiz bitta. Bunisini ham tashlaylik. Mana bu mishiqniki yo'q ekan do'stlar. Xo'p, mishiqni o'chiramiz va bu joyiga endi mana sigirni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Sigirni ustidan mana bu realistigini ham tashlab olamiz. Xo'p, mana uni kichkinaroq qilamiz. Mana qaranglar. Mana bu Minecraftniki mana. Qaranglar, mana realistik qilingan. Xo'p, qaranglar mana. Mana qaranglar, mana bu rasm. Sizlar mana bu Minecraft o'zini animatsiyasini o'rnatiga mana shunaqa rasm ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu osonroq variant mana. Qaranglar mana. VO anosida sun'iy intellektda yasalgan bu. Xo'p, do'stlar, qaranglar, endi o'sha Minecraft o'zidagi detalni, ya'ni rasmlarni qanday biz olamiz? Minecraftda yangi bo'lsak, ko'p tushunmasak deganlar uchun men sizlarga endi informatsiya beraman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Xo'p, birodarlar, mana biz telefondan Minecraft kirib oldik. Ya'ni Minecraftda buning ichidan video olmay, shunchaki o'sha rasmlarni qanaqa qilib hal qilishni yo'lini ko'rsataman sizlarga. Bundan oldingi darslarda Minecraft telefonga yuklash, hokazo narsalarni ko'rgandik. Xo'p, play'ni bosasizlar, Create a new world buni bosasizlar. Men xuddi ko'rsatgandek qilinglar, iltimos. Xo'p, survival turadi, kreativ qilasizlar, continue. Mana bu yerda member degan joyi oddiy turadi. Sizlar operator qilasizlar buni. Infinity degan joyi turibdi. World type ga o'shani bosib flat texture qilib olamiz. Bizga shartimiz va pastroqqa tushasizlar. Do'stlar, hozir. Cheat, active cheat turibdi. Mana agar men chat degan narsa mana bunaqa turgan bo'lsa, men buni bunaqa qilib qo'yasizlar va create ni bosasizlar. Biroz zagursi ketadi. Xo'p, do'stlar, ya'ni yana soddaroq qilib aytib ketgan bo'lsam, Minecraft ichidagi rasmlarni qanaqa olishni men sizlarga usulini ko'rsatyapman xolos. Ya'ni Minecraft ichidagi rasmlar o'zi qanaqa qilib olinadi degan savolga hozir javobini bosamiz. Sizlar Minecraft yangisizlar, menga o'xshab, misol Minecraftdagi moblarni nomini bilmaysizlar. Xo'p, do'stlar, qaranglar, sodda lo'nda qilib tushuntiraman, qaranglar. Men misol Minecraft kirmasdan turib, mana buni nomini bilaman. Misol buni nomi pig, cho'chqa. Mana bu sheep, qo'y. Spawn sheep deb yozsanglar, Minecraft spawn sheep deb yozsanglar rasmi chiqib keladi. Xo'p, sizlar bilmasanglar nima qilasizlar? Mana buni bosasizlar. Sizlar oldin oydinlashtirib olinglar. Ya'ni sizlar Minecraftda hayvonlarni real life ga bog'lamoqchisizlar. Ya'ni Minecraftda polni hayvonlari, keyin haqiqiy hayotda yoki bloklari yoki mana qilichlar, hokazo yo'nalishini bittaroq qilib olinglar. Ya'ni birinchi videoda qilichlar, aslahalar bo'lsa, ikkinchi videoda bloklar, uchinchi videoda anjomlar. O'shana qilib video qilsanglar bo'ladi. Xo'p, do'stlar, men sodda lo'nda qilaman. Birinchi, ya'ni olaylik hayvonlardan qilaman men. Sizlar xohlaganlaringni qilsanglar bo'ladi. Sun'iy intellektni o'zingizlar yasaysizlar. Buni tushuntirib o'taman video davomida, aka-ukalar. Xo'p, mana misol uchun mana bu spawn cow. Mana nomini qaranglar, spawn cow.
Spawn Co. Ya'ni mana shuni eslab qolasizlar. Boshiga Minecraft degan so'zni qo'shib, Google ga Spawn Co deb yozsanglar bu chiqadi mana. Misol uchun Spawn Code, mana Spawn Zombie bu moblar, mana shu tuxumdagi hammasi hayvonlar, yirtqich hayvonlar mana. Yirtqich ba'zilar yuvosh birodarlar, mana baliq, bu zombi otmi, hokazo. Buni ham qo'yasizlar, mana bu ham baliq. Xullas bolalar, mana shunaqa qilib nomini sizlar bilib olishinglar kerak bo'ladi. Nomini bilganingizdan keyin, ya'ni sizlar Chrome yoki Google ga kirasizlar. Hozir buni kompyuterdan ko'rsataman. Birodarlar, aytib o'tganimdek sizlar nima qilasizlar? Endi Chrome ga kirib olishinglar kerak. Mana Chrome ga men bu kanaldan ikkita bosib chiqaman va qayta kirishim kerak. Xo'p, qayta kiraman va bu eslab olgan narsamiz, ya'ni Minecraft, misol uchun Spawn Co misol penji deb yozaylik, oddiygina qilib. Mana sigirda rasmlar chiqib keladi. Mana har xil rasmlar, mana rasmlarga kirasizlar. Penjini o'chiramiz deylik mana. Penjini o'chiramiz mana. Minecraft Spawn Co deb yozasizlar, mana bunaqa rasmlar chiqib keladi mana. Har xil rasmlar chiqib keladi. Iloji bo'lsa, sizlar animatsiya berayotganlaringda mana bunaqa rasmlardan olinglar, mana bunaqangi chiroyli rasmlardan olsanglar, misol uchun men tiniq rasmlar olsanglar, animatsiyaga yaxshi zo'r foyda beradi. Misol uchun orqa foni normalli bo'lsin-da, misol bir o'zi tushgan chiroyli rasmlarni topib olasizlar. Ya'ni xo'p, Spawn Co, misol bitta topdinglar deylik. Endi sizga mana cat. To'xtanglar, mana cat, mushuk. Bu mishiq bu, aniqroq sodda lo'ndasi. Xo'p, mana mushuk. Misol uchun birortasini olib olasizlar mana. Bundan misol uchun mana buni rasm normalroq mana. Hozir tiniqroq bo'lsa, mana shu rasm, mana ba'zi joyini kesasizlar. Xo'p, misol uchun mana bu birodarlar, mana juda ideal ishlangan mana shu rasm. Mana. Xo'p, sizlar nomini yozasizlar, o'zi chiqib keladi, kerak rasmni yuklaysiz. Xo'p, 50-60 ta rasm yuklab oldinglar deylik. 50-60 ta rasm yuklaganingdan keyin endi uni sun'iy intellektda qilish. Sun'iy intellekt o'zi qanday qilinadi? Ya'ni qaysi sun'iy intellekt qiladi bilmaganlar uchun akalar buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, sun'iy intellektga rasmni videoga aylantirish uchun xo'p, hozir buni ko'rsatib o'tib ketaman, qaranglar. Bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT ga yozamiz, ya'ni qaranglar. Mana xuddi men yozgandek qilib yozinglar, keyin u hal qilib beradi, qaranglar. Xo'p, do'stlar, mana iTools bu o'zi maslahat beradi. Leonardo ko'p bunaqa sun'iy intellektlar. O'zingizlar besplatnisini topasizlar. Biz meni tanishim VOda qilgan, ya'ni biz birga ishlaymiz jamoamiz bilan. VOda qilib menga tashab bergan aka-ukalar. Biz o'zimiz ham o'zimiz yasaganimizda kanalga yuklab qo'yamiz, обязательно. Sizlar o'zingizlar ham baribir qilsanglar yaxshi. Bir 100 ta 200 ta qilib olsanglar, qayta joyini o'zgartirib qilaverasizlar. Xo'p, men sun'iy intellektga kirib o'tirmayman, birodarlar. Buni o'zingizlar qilib olasizlar. Men Minecraft ichi bo'yicha ishlayman. O'zingizlar promptlar berib, to'g'rilab video yasab olasizlar. To'g'risini aytaman, qiyinchiligi bor, lekin qiyinchilikni bari yengish kerak. Biz ham xuddi shunaqa video yasaymiz. Xo'p, birodarlar, bo'ldi. Bu mavzu tugadi. Xo'p, qanaqa qilib oddiy rasmni yuklab olgan rasminglarni videoga aylantirishdi bo'ldi. Endi buni montaj qanday qilinadi degan savolga javob berib o'tib ketaman. Xo'p, sizlar telefonda qilishinglar mumkin. Men lekin telefonda to'g'risi yaxshi montaj qila olmayman. Juda sizlar cho'zilib ketadi. Shuncha kompyuterda qilib ko'rsataman. Xo'p. Hozir birinchi navbatda do'stlar, bitta sizlarga video qo'yib beraman. Ya'ni bitta video qo'yib beraman. U videoda biz tayyor bitta videoni montaj qilganmiz. Men o'zimda YouTube kanalimga yuklagan videomda chiqarib oldim. Ya'ni yuklab oldim buni. O'shaning uchun o'zim yasagan hech qanaqangi birovni videosi degan fikr bo'lmaydi. 100% o'zim. Isbot uchun nimasi bor desanglar, buni detallarini tashab qo'yaman, aytganimdek tashaladi. Buni adminlar ko'rib chiqib tashlaydi. Xo'p, buni endi sizlar ko'rib chiqishinglar kerak. Qaranglar, mana men qanaqa ishlaganman, qaranglar. Xo'p, animatsiya chiqyapti. Xo'p, 2 minutda bu to'xtayapti. 2 minutga kelib to'xtayapti. 3-sekundida mana bu realistligi paydo bo'lyapti. Endi ko'rib turinglar. Ya'ni har bitta oddiy rasm va realistligi 9 sekund davom etyapti. Bu degani sizlar 10 ta rasm bo'lsa 90 sekund. Ya'ni 1,5 minut. 10 ta. 10 tasi 20 tasi 3 minut. 40 tasi 6 minut. 65 talari 8 minutlik video chiqadi adashmasam. Endi birodarlar, sizlar bu videoni bitta ko'ringlar, 15-20 sekund. Keyin baho berasizlar.
Xo'p, birodarlar ko'rdinglar, mana rasmlar oddiy rasm. Xohlasanglar o'zingizlar screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi. Minecraft ishdan chiroyli qilib. Bu xohishingizga bog'liq birodarlar. Men boshqa yo'lni ham ko'rsatdim sizlarga Google orqali topishda. Xo'p, endi o'zi aslida bu video qanday tayyorlanadi? Xo'p, biza detallari bo'ladi buni. Detallari bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Mana bu pastroqda, misol uchun, mana bu orqa fonni men hozir yuklab olaman. Bu orqa fonni. Ya'ni nimaga men buni yuklab olaman? Sababi bu orqa fon videoning orqasiga ishlatsanglar ham bo'ladi. Bunaqa detallarni polni men Telegramda o'sha adminlar tashab qo'ygan bo'ladi. Hamma mayda chuydasini qayerdan topishdi. Sizlar o'zingizlar bemalol topib foydalansanglar bo'ladi. Hozir buni biz yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin o'sha animatsiya berib ishlaymiz. Ya'ni bir ikkita kadrni ko'rsatamiz va preview ishlashni ham oxirida ko'rsatib o'tamiz. Bu yo'nalish zo'r. Sun'iy intellekt aytib o'tgandek rivojlanyapti. Buni orqasidan zo'r daromad qilsa bo'ladi. Xo'p, buni ham misol uchun video zapis papkaga tashab qo'yavering. Buni ham zarari yo'q. Xo'p, endi CapCutga kiramiz. Diqqat bilan e'tibor berasizlar. Xo'p. Buni YouTubedan bitta birodarimizni orqa fonini oldik. Sababi foydalanishga ruxsat bergan, hech qanaqangi strayk balobatlarlar bermaydi. Xohlasanglar, agar men qonuniy chestni qilaman desanglar, mana shunaqa bitta screenshot olasizlar, ChatGPT ga tashab shuni o'zgartirish qilib, misol so'roqni o'zgartirish qilib, pushti rangni o'zgartirish qilib desanglar, bo'ldi, rasm bo'ladi. Shuni rangini bir 8 xil qilasizlarda, orqa fon qilib almashtirib ishlataversanglar bo'ladi. Xo'p, buni men ko'rsatib o'tiribman. Bu oson. Qaranglar mana. Xo'p, misol uchun hozir biz o'zimizga kerakli joyni topib olaylik. Ketdi. Misol mana shu joyini olamiz. Shundan bu yog'ini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p. 58 sekund, bu juda zo'r. Xo'p, endi nima qilamiz birodarlar? Qaranglar. Rasm, video tayyor tashab olishimiz kerak. Xo'p. Oldin ko'raylik. Bizda qanday real lifedagi bor, oddiy bor. Xo'p, asalari bor ekan, asalarnikini tashlaymiz. Asalaridan keyin yana mushuk yo'q, sigir bor. Sigirni ham tashlaymiz. Shu yerga tashab olamiz. Sigir tepada. Xullas do'stlar, sizlar 60-70 tani xuddi shunaqa ko'rinishda qilib tashab olasizlar. Ya'ni men hammasini tashamadim, men hozir prosta ishlatganlarimni tashadim. O'zi bu qanday ishlanadi? Bo'pti, qaranglar. Men sizlarga bitta cho'tka qilib tushuntirib beraman. Xo'p. Mana rasm qanaqa formatda bo'lishdan qat'iy nazar, mana bu oddiy Minecraft'ga sizlar bir formatda qilib olasizlar buni. Buni bir formatda qilib olasizlar. Mana bir formatda qildik. Razmer 25 turibdi. Bu turib tursin. Bunga ishinglar bo'lmasin. Endi qanaqa qilib ishlanadi? Xo'p, sizlar 25 formatda qilganinglardan keyin rasmni chekaroqqa tortasizlar. O'tganda rasmni 25 razmerda qilasizlar, foiz 25 bo'lishi kerak. Endi animatsiya berish kerak bunda. Xo'p, bitta belgilaysizlar va videoni 0-kadrga turib 2-sekundga qarab tortasizlar. Ya'ni video, ya'ni standart bo'lish uchun har doim bir xil. Mana 2-minutga olib keldim va belgiladim. Va mana bu joyga olib kelasizlar. Mana shu joyga olib kelasiz. 50 razmer. 50 razmer qilasizlar. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, mana ketdi, animatsiya bo'lyapti, chiqib kelyapti. Bo'ldi, yaxshi. Opshida bu 9 sekund bo'lish kerak. Buni cho'zasizlar mana. 9 sekundga olib kelib qo'yasizlar, bo'pti. Bo'ldi. Bu mana 2-sekundiga qaranglar. Mana bu yerda mana chiqib kelyapti, mana 2-sekund, 3-sekundiga, 3-sekund bo'lgandan keyin real life videosini tashlaysizlar mana, birodarlar. Mana real life. Xo'p, real life tashlaysizlar mana, qarab turinglar mana. Buni razmeri birodarlar 4:3 bo'lishi kerak. 4:3 razmer bo'lsin. Ko'p ham katta emas, kichkina emas. Bu o'ylangan va buni razmerini hozir sizlarga aytaman necha bo'lishi kerakligini. Xo'p, birodarlar, buni razmeri 75 bo'ladi. Mana 75 bo'lsa juda chiroyli chiqadi. Xo'p, 9 sekund mana shu joyga kesiladi. Xo'p, qaranglar, endi ko'rib turinglar videoni. Mana ketdi. Ozroq turyapti. Va mana haqqonisi chiqib kelyapti. Bitta epizod birodarlar, bitta epizod 9 sekund bo'lyapti. Xo'p, juda zo'r. Endi juda zo'r. Endi nima qilamiz? Mana soddalaydi, bitta Ctrl+S, bitta Ctrl+V beraman shu joydan. Shu joydan bitta berganimdan keyin mana sigirni olaman, sigirni oddiy rasmni olaman, pastiga tashlayman. Juda zo'r. Sigir qo'shildi va sigirni mana bu videosini ham olaman, bu yoqqa tashlayman. Mana ustma-ust qo'ysa bo'ladi. Xo'p, sizlar agar ustma-ust qo'yishni bilmasanglar, alohida mana shunaqa qilib chiqishinglar kerak. Xuddi ko'rsatganimdek animatsiya berasizlar, keyingisi chiqadi 9 sekund va keyingisi chiqadi 9 sekund. Xo'p, bo'pti. Kelinglar, men bir ikkita yana rasmlarni qo'shib tashlayman. Misol uchun mana shu yerdagi hammasini qo'shaman deylik. Hammasini qo'shdim. Xo'p, mana bitta yana bitta Ctrl+V berib qo'yaman. Bu animatsiya uchun foydalanaman buni. Xo'p,
tulkini qurbaqaniki bor ekan. Qurbaqani rasmini tashlayman. Yaxshi X beramiz. Qurbaqani videosini berib qo'yamiz. Xo'p, ajoyib. Hozirchalik sizlarga rezultatni ko'rsatmayman. Kelinglar 1 minutlik video ishlaymiz. Meduzani rasmi bormikan meduzani? Meduzaniki yo'q ekan. Xo'p, eshakniki bormikan? Eshakniki hozir eshakniki bor ekanda, birodarlar. Eshakni berib qo'yamiz. Chunki ko'p rasmni saqlab olmadim. Men sizlarga shunchaki tushuntirish uchun bittiktasini yuklab oldim. Aytganimdek, to'lig'i u qo'yiladi aniq. Uni ustidan xavotir olmaydi. Mana qitirib beraman yana. Xo'p, ot qo'yilganmi? Xo'p, pastroqni ko'raylik. Ot yo'q, tulkichi. Tulki bor. Tulkini pastda rasmi. Tepada tulkini videosini o'zi. Birodarlar, endi bitta narsada, mana men uje 40 sekundlik video tayyorladim deylik. Bo'ldi, shu joyga pauza qilaman men. Videoning asosiy qismi mana shundan-da. Mana videoni bitta ko'ringlar, keyin men sizlarga bitta narsani yana to'liq tushuntirib beraman. Do'stlar, shu joyda orqa fonni men sizlarga tushuntirish uchun qildim. Buni o'zingizlar kesib taylaysizlar. Kerakmi, bu tekst kerak emas. Shunchaki bu men sinash uchun ko'rsatdim bu narsani. Endi ko'rib turaverasiz. Mana yerda bunda muzika yo'q do'stlar, keyin tekst qo'shiladi bunda. Xohlasanglar yozinglar, xohlasanglar yozmanglar. Ya'ni mana bu misol uchun Minecraft moblarini nomini tagiga yozib qo'yasizlar. Bu yo'g'ida real life deb qo'yasizlar. Misol uchun mayli. Qiyin bo'lmasligi uchun oddiygina qilasizlar mana. Minecraft tekst to'g'rilaymiz. Misol uchun mana shuni qo'ysak deylik, effektga kirasizlar. O'zingizlarga xohlaganda tanlaylar. Menga farqi yo'q, men shunchaki menga ne interesni bu. Misol uchun mana men qo'ydim mana. Xo'p, animatsiya tugasi, mana tugadi, mana shu yerga o'rnatib qo'yaman buni. Oxirigacha cho'zib qo'yaman mana. Oxiriga cho'zib qo'yim, bu turadi. Xohlasanglar qilinglar. Keyin birodarlar, yana bitta narsa. Mana Minecraft deb turibdi. Keyin bu yo'g'iga real life deb qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni buni mana bu yerdagi tagisiga mana shu yerga. Endi bitta narsa do'stlar, men buni faqat hayvonlar bilan ko'rsatdim. Ya'ni hayvonlar bilan ko'rsatdim. Sizlar bloklar bilan qilsanglar, men tepada tushuntirdim. Ya'ni men shunchaki buni hayvonlar bilan ko'rsatdim. Inshootlar bor, Minecraftda narsalar ko'p. Xo'p, endi bitta narsa. Buni musikalari, qolgan detal, mayda-chuyda hammasi Telegramda bo'ladi. Qo'shimcha yuklagan fayl, balobatlar hammasi Telegram kanalida bo'ladi. Misol uchun, sizlarda Minecraftda blokdan qilaman desanglar, misol uchun blok, misol uchun yozasizlar mana misol uchun bitta tushuntirib o'tay mana. Diamond blok. Mana Minecraft deb qo'shasizlar, mana rasmi. Mana rasmi. Ya'ni Minecraft uchun rasm qanday topasizlar? Nomini Minecraftdan bilasizlarda, Google ga kirib qidirtirasizlar. Yoki Minecraft o'zini screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi, chiroyli dizayn berib, flat world ichiga mana. Xo'p, Google dan olsanglar ham bo'ladi, o'zingizlar yasasanglar ham bo'ladi. Bunisini sun'iy intellektda qanday qilishni bildim. Aytdim, ChatGPT orqali buni hal qilasizlar. Bo'pti. Bu tugadi. Videoni tayyor qildinglar. Xo'p, sizlar endi idea olmoqchi bo'lsanglar, u kanaldan idea olmoqchi bo'lsanglar, mabodo mana. Qaranglar. Sizlar kirasizlar-da, birodarlar. Xo'p, men hozir X berib YouTube ga bitta kirib olay. Sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Xo'p. Hozir YouTube ga kirsin. Shu joyda ko'rsaman. Xo'p. Endi bitta narsa. Bu yerda previewga kelayotgan bo'lsak, previewda mana bu bolaniki qanaqasi ko'p prosmotr olgan bo'lsa, xuddi sizlar ham ana shuni qilasizlar. Endi bu bola har xil qilib olgan. Ya'ni do'stlar, sizlar bir marta bir 200-300 ta narsani animatsiya qilib olsanglar, joyini o'zgartirib qilsanglar bo'ladi. Qaranglar do'stlar. Ya'ni joyini o'zgartirish deganda qanaqa? Misol uchun mana asalari birinchiga chiqib keldi. Sigir ikkinchiga. Xo'p, sigirni birinchiga qo'yasizlar, asalarni ikkinchiga qo'yasizlar, ketdi. Shu tartibda joyini o'zgartirasiz, lekin bir 200-300 ta
narsani animatsiya qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu bola Minecraftdagi mashhur narsalarni qilgan. Misol uchun portal, Ender ko'z, misol uchun mana bu Mickey JJ degan YouTuber bor. O'shani ham qilgan. Enderman'ni qilgan, Siren Head, hokazo. Bu trendlar bilan bog'lasanglar ham bo'ladi. Bu kanal hozir shu paytgacha ko'rilishi 13 million. Yaqinda bu gullab yashnayapti. Xo'p, kanalda nakrutka yo'q, 340 ta like, 20 mingtaga. Bo'pti do'stlar. Uji sizlar buni qanaqa yasashni tushundinglar. Sizlar qanaqa yasashni chipuqa qilib tashlaysizlar buni. Endi qanaqa qilib preview o'zi qanday yasaladi degan savolga javob topamiz. Hozir men sizlarga preview o'zi haqiqatan ham qanaqa yasalishini bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, asalarini biz bir formatda qilib olamiz. Bir formatda mana bu chekkaroqqa suramiz asalarini. Juda zo'r. Birodarlar, yaxshi. Men CapCut'da qilaman bu narsani. Sizlar xohlagan ilovalarda qilinglar. Bu menga hozir buni qizig'i yo'q. Men shunchaki sizlarga ko'rsatib beryapman. Sodda lo'nda men uchun CapCut. Asalarini oldik. Asalarni videosi kerak bizga. Xo'p. Asalarni xuddi shunaqa qilib, mana kattaroq qilib bitta screenshot qilib olishim kerak 16:9 bo'lish uchun. Xo'p. Do'stlar, bir daqiqa. Mana. Men screenshot qilib oldim asalarini. Videosini endi o'chirib tashlayman. Xo'p, galereyamga kiraman va boyagi rasmni o'rnataman do'stlar. Xo'p, galereyamga kirib boyagi rasmni o'rnataman va buni ham bir razmerda qilamiz. Sal mana bu yerni to'g'rilaylik, mana bir bo'ldi. Ajoyib do'stlar. Mana asalari ikkalasi juda chiroyli va real life degan tekst bor. Endi real life, hozir o'sha real life ni qo'shamiz. Birodarlar, biz real life tekstini yuklab oldik. Mana ko'rishinglar mumkin, ustiga o'rnatamiz ikkovini. Xo'p, sal kattaroq qilamiz buni. Shas. Mana do'stlar, preview tayyor. Chip chiroyli preview. Mana F11 qilib, mana katta qilib sizlarga ko'rsataman, mana preview. Buni bitta screenshot qilib olasizlar, bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, mana rationdan 16:9 qilib qo'yishinglar kerak buni. Mana 16:9 qilib qo'yasizlar. Men buni 16:9 qilmadim. Hozir o'shaning uchun sal bardak bo'ldi. Mana buni ham o'z holatiga qaytaramiz mana. Xo'p, mana 100% qilamiz mana. Mana 16:9 formatdagi preview. Xo'p do'stlar, previewsi ham oson, buni xullas hamma narsasi oson. Mana bu yerda men sal katta qilib yordim. O'shaning razmerini o'zingizlar to'g'rilab olasizlar buni. Xo'p, previewsi mana shunaqa yasaladi. Oddiy, buni qiyin joyi yo'q. Bu real life tekstini tashab qo'yaman. Xohlasanglar ana YouTube kanalidan olsanglar bo'ladi. Mana YouTube kanaldan. Xuddi boya aytganimdek Goodate kanalidan olsanglar bo'ladi. Mana hozir qidirtirib ko'rsataman. Mana do'stlar, mana shu kanaldan previewsini, mana bu real life, ya'ni previewsini olmanglar, yana chopib olmanglar. Mana har xili bor bunda. Tepadagisini kesib olsanglar zarar qilmaydi. Xohlaganlaringizni ishlatasizlar. Mana bu previewni qanaqa yasagan, xuddi shu bizada yasagan, ikki taraf ikkita narsani qo'yib, xohlasanglar VS qo'shimchasi qo'shinglar, xohlasanglar qo'shmanglar. Xo'p, birodarlar, menimcha bugungi dars shu joyda yakunlanadi. Menimcha dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman sizlarga. Agar rost tushunmaydigan bo'lsanglar, bitta videoni qayta ko'rsanglar tushunasizlar. Oson. Telefonda ham faqat men ko'rsatmaganim sun'iy intellektda video ishlashni ko'rsatmadim. Buni o'zingizlar sun'iy intellektda prompt berib, sun'iy intellektlar ba'zisi pullik, ba'zisi tekin. Sizlar qaysidan foydalanasizlar o'zingizlar bilasizlar. Misol bu ko'pi VO da yasalgan. Xullas, hammaga rahmat. Keyingi videogacha ko'rishguncha.